Qur'on tadabburi mashg'ulotiga kirishish haqida gapirganimizda, eng avvalo qalbni tozalash, uni poklash va bu muqaddas tadabbur ibodatida maqsadingiz nima ekanini anglash muhimdir. Oxir-oqibat, Qur'on tadabburi bu Alloh rozi bo'ladigan ibodatdir. U bilan qancha ko'p mashg'ul bo'lsangiz, Alloh sizga mukofot beradi va uning roziligini topasiz. Demak, birinchi masala toza qalb. Qalbni poklash shart. Alloh aytadiki, لا يمسه إلا المطهرون. uni faqat poklanganlargina ushlaydilar. Albatta, bu oyat aslida nimaga tegishli ekani borasida ixtilof bor. Ba'zilar bu tahoratsiz bo'lsa, Qur'onni ushlash mumkin emasligiga dalil deyishgan. Boshqalar esa bu farishtalarga ishora, ya'ni Lavhul Mahfuzdagi Qur'onni faqat ular ushlaydi deyishgan. Shayxul Islom ibn Taymiyya aytadilar: agar uni faqat tahorat bilan ushlash mumkin bo'lsa, demak uning ma'nolari ham faqat sof qalbga kiradi. U shirkdan, gunohlardan, bid'atlardan va qalbning barcha yomon illatlardan poklangan yurakkagina joylashadi. Shuning uchun birinchi navbatda qalbimiz toza ekaniga ishonch hosil qilishimiz kerak. Usmon roziyallohu anhu shunday deganlar: لو طهرت قلوبنا لما شبعنا من كلام ربنا. agar qalbimiz pok bo'lganida edi, Allohning kalomidan aslo to'ymasdi. Faqat och bo'lib turaverardi. Yana va yana xohlayverardi. Bu esa bugungi kunda odamlarning Qur'ondan, uni o'qishdan yoki tadabbur qilishdan nega tez zerikib qolayotganini izohlaydi. Ko'pincha ko'rasiz, odamlar Qur'on bilan 5 daqiqa o'tirishi bilanoq zerikib qoladi, erinchoqligi tutadi yoki uyqusi keladi. Muammo qalbda. Gap vaqtda emas, chunki vaqt hammamizda bor. Qarang, ertalabdan kechgacha vaqtingizni kuzating. Nimalar qilyapsiz? Aslida qancha bo'sh vaqtingiz bor edi-yu, qanchasini bekorga sarfladingiz? Telefonni maqsadsiz titkilashga qancha vaqt ketkazdingiz? Nima deyishardi uni? Palapartish ko'rishmi? Doom scrolling deyishadi. Bu bir kasallik, doom scrolling. Qancha soatlar ketdi? Agar hammasini yig'sangiz, balki 4-5 soat chiqib qolar. Telefoningiz esa bunga qancha vaqt ketganini soniyasigacha ko'rsatib, sizni fosh qilib beradi. Ko'pchilik odatda shunchaki vaqtini sovurmoqda. Vaqtlardan hech qanday unumli foydalanishmayapti. Demak, gap Qur'onga vaqtim bo'lmaganida emas. Aslida bu qalb muammosi. Chunki Usmon aytganlaridek, agar qalb pok bo'lsa, Qur'ondan aslo to'ymasdi. Alloh haqqi, 1 soat o'qib ham baribir to'ymasdi. Bilasizmi, ijtimoiy tarmoqlarga munosabatimiz qanaqa bo'lsa, Qur'onga ham xuddi shunday bo'lardi. Telefonni qo'lga olishga oshiqamiz. Bu shunchaki odatga aylanib ulgurgan. Shunchaki o'tkazamiz. Nima qilayotganimizni ham bilmaymiz. Nima ko'rayotganimizni ham tushunmaymiz.